Voy, ukam sotilib ketdim, ulgurmadim. Ushab tursiz bo'lardi-yu, telefonsiz bo'lardi-yu degan qadrdonlarimiz uchun mana ko'rishimiz mumkin. O'tgan safardagi variantimizda sotilganda ulgurmay qolganlar uchun mana frantsuzskiy planirovkadagi xonadonimizni 5 ga 5 zal qismi bo'ladi. Xonadonimiz 3 xonadan iborat bo'ladi. Qarama-qarshisida bu yerda bizning bolalar yotoqxonasi, xonadonimizning qavati ham zo'r, eng shirin joy buni narxi ham zo'r. Ham metroni oldida joylashgan bu yerda mana ota-onalar yotoqxonasi. Pastimizda korzinka, havas, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Xonadonimizning kirib-urish eshigimizni yonida mana shunaqangi chiroylikini stroyniy shkaf qilib qo'yilgan. Sanuzel razdeniy holatda bo'ladi. Bu yerda hojat xonasi va uni yonginasida ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismi chiroylikini remontlardan chiqarib qo'yishgan. Vitish gazi, gaz plitasi, mana shunaqa mebellari bor. Bu yerda mana ertalabdan choy ichib o'tiradigan joylarigacha bor. Narsalarni kelishuv asosida olsangiz bo'ladi, ya'ni qoldirib ketaman dedilar. Bu yerda mana yuvinish xonasi, u ham yaxshi razmerda, kattagina. Xonadonimiz 72 kvadratdan iborat bo'ladi, ya'ni 9 qavatli do'mi 5-qavatida joylashgan bo'ladi. Joylashgan joyimiz Sergeli tumani, quruvchilar mahallasi, 300-400 metr atrofida metrogacha. Bu yerda investitsiya uchun ham 400-500 dollardan bemalol arendaga bera olasiz. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'yinglar, shunaqa ulgurmay qolgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Narxi 67.500 dollar. Qiziqqani bo'lsa, tez telefon qo'yamiz. Telegramda bundan zo'r variantlar bor.